Mehmonlarni kuzatib bo'lganingizdan keyin uyimda bu xon taxtalarni qatga joylayman deyotgan bo'lsangiz, bizda yangilik bor. Endi bu xon taxtalarni nima qilib qo'yib qo'yishga hojat yo'q. Bunaqa yig'ma xon taxtalarni chiqarganmiz. Razmerlari sizlarni istagan turlaringda. Bitta ko'ringlar-da. 6 ta oyog'i bor. Hamma yo'g'i sasnadan bo'lgan. Endi savollarni qaranglar. Oyog'i orqaga qaytib ketib qolmaydimi deb savol berishyapti. Shu mexanizmga o'xshagan narsani qo'yganmiz, bosasiz, umuman orqaga oyog'i qaytib ketib qolmaydi. Sifatiga bitta e'tibor bering. Shunisi 1.15 ga 1.5 metrligi. Endi mehmonni kuzatib bo'lib, bemalol, xotirjamlik bilan bir kishi, ayol kishimi, erkak kishimi yig'ishtirib bemalol olib berishaveradi. Kimga shunaqa xon taxtalar kerak bo'lsa, 90lik nomerimizni qo'yib qo'yapmiz. Shunda Telegram kanalimiz bor. Shunga biror narsa yozsangiz, sizga narxi, razmeri haqida ma'lumot boradi. Shunga qarab bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Shahar markazlariga yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, dastlabki xizmatimiz albatta pulli yetkazib beramiz. Bo'ldi.